Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz elektr tokiga o'tayotgan o'tkazgich atrofida magnit maydon hosil bo'lishini tajriba yo'li bilan ko'ramiz. Xo'p, bunda bizga kerak bo'ladi mayda temir bo'laklari, 1,5 voltli batareya, temir mix hamda mis sim kerak bo'ladi. Ishimizni birinchi mis simimizni temir mix atrofiga o'rab chiqishdan boshlaymiz. Masalamizni temir mix atrofiga o'rab oldik. O'ramlar soni qanchalik ko'p bo'lsa, magnit maydon shunchalik kuchli bo'ladi. Endi bu simimizning uchlarini batareyamizning musbat hamda manfiy qutblariga tekkizamiz. Bu yerda o'tkazgichdan tok o'tganda temir mix magnitlanadi hamda temir bo'laklarini o'zi tortib olishi kerak. Shu bilan tajribamiz o'z nihoyasiga yetdi.